havoni zaharlanishi natijasida millionlab odamlar halok bo'ldi. Kamdan kam odamlar unga o'xshab tirik qoldi. Ular bunkerlarda jon saqlayapti. 2149-yil zaharli bombalar otilgan buyuk urush tugaganiga 9 yil bo'ldi. Daryo va ko'llar quridi, hukumatlar quladi, milliardlab odamlar halok bo'ldi. Faqatgina omadi kelib bunkerlarni egallagan odamlargina tirik qolishdi. Darwin ismli beton modulda yashovchi bola uchun kompyuter hamma narsani o'rnini bosadi. O'qituvchi, shifokor, do'st va hokazolar. Bolani boshqa bunkerlarda yashovchi onasi ham bor, lekin u har kuni onasiga xat yozsa ham, onasi anchadan beri javob yozmay qo'ygan. Ertalab turib, bola doimgidek ekskavatorni masofadan boshqargan holda qazish ishlariga kirishadi. U hukumatni topshirig'i bo'yicha har kuni qimmatli minerallar qazib oladi va bu minerallardan boshqalar uchun bunkerlar yasaladi. Bola kuni bo'yi shu ishni qiladi. Tanaffuslarda esa bemaza ovqatlarni dastavkaga zakaz qilib yeydi. Axborotlarda yer yuzidagi havo hali ham zaharlangani va ochiq havoda yashash xavfli ekani aytiladi. Shuning uchun bo'sh vaqtlarida Darwin faqat kompyuter o'yinlarini o'ynashga majbur bo'ladi. U kundan kunga oldingi hayotini unutib borayotganini va ma'nosiz ish esa uni o'ldirayotganini his qiladi. Darwin yana onasi bilan aloqaga chiqishga urinadi, lekin sun'iy intellekt onasini uyquda ekanligini aytadi. U ham o'rindig'ini to'g'rilab, uyquga ketishga tayyorlanadi. Otasini eslaydi. Otasi urush oxirida bombalar uchgan paytida bunkerda yashashni istamaydi va toza havoda joy izlab topishni afzal ko'radi. Onasi esa bunkerda yashashni tanlagan. Onasi o'g'li tirik qolish uchun shunday qarorga kelgan edi. Lekin bunker 2 kishi uchun torlik qilib qolganida onasi ketgan edi. Yangi kun boshlandi. Darwin yana qazish ishlarini boshlaydi va kutilmaganda o'rmon ichidan kuchuk ovozi va daraxt orqasiga berkingan odamni ko'rib qoladi. Sun'iy intellekt Darwinga ishini davom etishni buyuradi. Bola ishlashda davom etadi, lekin vaqti bilan o'rmonni ham kuzatib boradi. Sun'iy idrokka bu narsa yoqmaydi va bolani bunkerdan haydash bilan qo'rqitadi. Darwin endi yaxshi ishlashini va'da berib, sun'iy intellektdan uni haydamaslikni iltimos qiladi. Ertasi kuni yomg'ir paytida bola istiqomat qiladigan bunkerni chaqmoq uradi va kompyuterni ishdan chiqaradi. Darwin yordam tugmasini bosadi, lekin hech kim kelmaydi. Birozdan keyin havo tozalash sistemasidan tashqari hamma narsa o'chadi, lekin keyinroq u ham ishlamay qoladi. Bola tashqariga chiqishga majbur bo'ladi. Darwin yurishni ham esidan chiqarib yuborgani uchun ozgina yurib, juda qiynaladi va bunkerga qaytib kirmoqchi bo'ladi. Lekin tok bo'lmagani uchun bunkerning eshigi ham yopilmaydi. Bu orada maskasidagi kislorod ham tugaydi. U tashqi havodan nafas olishga majbur bo'ladi va bu havo bilan ham oson nafas olayotganini his qilib ajablanadi. Va shunda, balki onam havodan nafas olish mumkinligini bilib, o'z bunkerini tark etgan, shunga meni qo'ng'iroqlarimga javob bermayapti degan fikrga keladi. Bola yo'lga tushadi. U tashqi terminal orqali onasi bilan yana aloqaga chiqishga harakat qiladi, lekin onasi yana javob bermaydi. Keyin Darwin qachonlardir odamlar yashagan joylar, katta zavod va cho'ldan o'tadi va uzoqdan kuchukni tanish ovozi eshitiladi. O'sha tomonga yuradi. Darwin o'rmonga kirib, umrida ko'rmagan pashshalarning hujumiga uchraydi. Tunni yerda yotib o'tkazadi va ertalab kuchuk ovozini eshitadi. Yon atrofdagi daraxt tagida o'tirgan qiz va uni kuchugini ko'radi. Qiz unga gapiradi, lekin Darwin gapirishni esdan chiqargandi. Qiz ketadi. Bola esa bor kuchini yig'ib, uni ortidan boradi. Bu orada qiz o'rmon ichida ayol va 3 ta o'smir oldiga yugurib yetib kelishga ulguradi. O'z qizining xavotirli yuzini ko'rgan ayol bolalarga yashirinishni buyuradi. Qiz onasiga gapirishni bilmaydigan g'alati bola haqida aytib beradi va ular ikkovlari bolani kutib olishadi. Bola ham ulardan qo'rqib uzoqroqda to'xtaydi. Oila ovqatlanish uchun o'tiradi va ayol qizidan notanish bolaga non olib borishini so'raydi. Bola nonni ishtaha bilan yeydi. Keyin qiz unga suv ham berib, ular bilan birga o'tirib ovqatlanishni taklif qiladi. Darwin unga berilgan hamma narsani yeydi. Ovqatdan keyin ayol o'zini tanishtiradi. Uni ismi Lilian, katta qizining ismi esa Dara. Bola ularga gaplarini tushunayotganini, lekin o'zi gapira olmay fikrlarini faqat kompyuterda yoza olishini tushuntiradi. Ayol bolaga rahmi kelib, vaqtincha ular bilan qolishni taklif qiladi. Bola xavotirlanib, ikkilanayotganini ko'rgan ayol Darwinga tashqaridan joy solib berishni aytadi. Shunda bola istagan payti keta olishiga ishonch hosil qiladi, deydi u. Darwin rozi bo'ladi, lekin kechasi bilan uxlay olmaydi. Axir u onasi
onasi ketganidan beri 9 yil davomida tirik odamni ko'rmagan va odamlardan qo'rqadigan bo'lib qolgan. Shuning uchun u bu yerda ko'p qolmaslikka qaror qiladi. Ertalab u Dara kirlarni yoyayotganini ko'rib qoladi va ko'p vaqt uni tomosha qilib turadi. Keyin esa ayol hammani nonushtaga chaqiradi va Darvin ham stolga o'tiradi. U oldinlari hech tatib ko'rmagan choy va asalni ko'rib hayron bo'ladi. Ayol unga qo'lini stolga qo'yib, klaviatura bor deb tasavvur qilgan holda gaplarini yozishni taklif qiladi. Steven esa uni qo'li ustiga o'zini qo'lini qo'yib, ko'zini yumib, Darvinning bunkerda yashagani va chaqmoq kompyuterni buzib qo'ygani haqidagi hikoyani o'qib beradi. Oila shunda uni ismi Darvin ekanligini bilib oladi. Ertasi kuni Darvin bolachalarni o'yinini tomosha qilib o'tiradi. Qiz esa uni quyoshga o'rganmagani uchun qizarishni boshlagan yuziga krem surib qo'yadi. Kechki payt bola onasiga nima qilganini bilmoqchi bo'ladi, lekin oiladagilar onasini ko'rmaganini aytishadi. Darvin onasi hukumat bilan bog'lanib, uni qutqargani keladi deb o'ylagandi, lekin onasi kelmaydi. Dara yigitga uxlab olishi kerakligini va agar onasini qidirib ketishni istasa, hech kim unga to'siq bo'lmasligini aytadi. Bola uyquga ketadi va tushida onasi yashaydigan bunkerga yetib borganini ko'radi. Lekin uni politsiya droni ushlab oladi. U ish joyini noqonuniy tashlab ketgan va 23 kundan beri bekor yurgani uchun jazoga tortilishi kerak edi. Darvin baqirib uyg'onadi va shu zahoti oldiga qiz kelib, uni tinchlantiradi. Bir kuni u dushga kiradi va Dara unga dushdan foydalanishni o'rgatganida qo'rqib ketadi. Ayol esa unga boshqa kiyim olib keladi. Dara uni gapirishga o'rgatadi. Boshida ishoralar bilan, keyin so'zlar bilan asta-sekin Darvin qizga bog'lanib qoladi. Ovqat paytida Darvin gapirishga urinayotganini ko'rib, oila yaxshilik bilan kulishadi, lekin yigit gapirishni o'rganishni to'xtatmay, yana ham zavq bilan davom etadi. Unga vaqtini shunday oddiy, qiziqarli va bir-biriga yordam berib o'tkazish yoqib qoladi. Bir kuni oila raqsga tushadi va Dara uni ham raqsga tushishga o'rgatadi. Bolani raqsi yomon chiqmaydi. Ertasi kuni qiz unga o'zini otasi haqida gapirib beradi. Otasi xushchaqchaq odamligini, lekin ularni tashlab odamlar ko'p yashaydigan okean sohiliga ketib qolganini aytadi. Darvin bu hukumatning yangi siyosati va unga ko'ra odamlar yer yuzini qaytadan egallashi uchun yoyilib yashashi kerak deb o'ylaydi. Bir kuni Bet ismli o'rtancha qiz onasiga yigitni xavfli ekanligini aytadi, chunki u qochoq va endi ortidan politsiyachilar kelib qolishi mumkin edi. Lekin ona qiziga ularni hech kim topa olmasligini aytadi. Darvinning o'zi esa qizni fikriga qo'shiladi va o'zini xavfli ekanligini aytadi. Shunga qaramay oila baribir uni qo'yib yubormaydi. Keyinroq oila birgalikda piknik qilish uchun yaqin atrofdagi sohilda o'ynab kulishadi. Dara bilan Darvin esa sohildagi kichik tepalikka chiqishadi. Qiz ayol bilan erkak bir umr birga yashagan eski vaqtlar haqida aytib beradi. Bolaga bu g'oya yoqib tushadi. Aniqlanishicha, Steven ham ayolning haqiqiy o'g'li emas va u ham o'rmonga adashib kelib qolgan. Darvin u bolani va o'zini ham bu yerga kelishini tasodif emasligini aytadi, chunki u bunkerda o'tirgan paytida aynan shu qizni daraxtlar ortida ko'rgan edi va uni ortidan qidirib kelgandi. Bu gaplarni eshitgan qiz Darvinni yaxshi ko'rib qoladi. Kechki payt oila o'rmonga qaytadi. Yo'l-yo'lakay Bet avval Darvinga, keyin Stevenga urilib ketadi va ro'moli tushib qolganini sezmaydi. Ro'mol yo'l o'rtasida o'sib chiqqan navdaga ilinib qoladi. Ular ketishi bilan dron uchib keladi va atrofdan odamlarni qidira boshlaydi. Oila toshlar ortiga berkinib dronni aldashga erishadi, lekin endi ular juda ehtiyot bo'lishi va doim osmonni kuzatishi kerak. Bet xavotirlanib shovqin ko'taradi, lekin onasi hammani o'zini bosib olishga chorlaydi. Darvin esa qizga ularni xavfga qoldirmaslik uchun o'zi ketishi kerakligini aytadi, chunki agar ularni topib olishsa, hammasini alohida ajratib, o'zlari yoqtirmagan joylarda yashashga majbur qilishadi deb o'ylaydi bola. Qiz ko'z yosh qiladi. Darvin uni yupatmoqchi bo'ladi, lekin qiz hamma erkaklar uni otasiga o'xshaganini aytib xafa bo'ladi. Shunday bo'lsa ham bola yo'lga tushadi. U onasini topib, o'rmonda shunga o'xshash joyda baxtli hayot kechirish mumkinligini ko'rsatishni maqsad qiladi. Oila u bilan xayrlashadi, lekin Dara o'rmon ichiga qochib ketadi.
etadi. Shunday bo'lsa ham uzoq ketayotgan sevgilisini kuzatib yig'lab o'tiradi. Darvin onasini bunkerini qayerda joylashganini biladi va u yerga yo'l oladi. Bola yoshlikda ko'rgan tanish joylarini qanchalik o'zgarib ketganini ko'rib achinadi va nihoyat bola kerakli joyga yetib boradi. U onasidan eshikni ochishni so'rab yozadi, lekin ayol eshikni ochmaydi. Darvin to'xtamay onasiga yozaveradi va oxiri onasi javob beradi. Ayol o'g'lini kelganidan hayronligini va nimaga kelganini tushunmayotganini yozadi. Bola esa onasidan eshikni ochishni so'raydi. Onasi baribir eshikni ochmaydi. Buni o'rniga politsiya chaqiradi. Shu payt politsiya droni yetib kelib, bolani ushlab oladi. Dron bola o'z bunkerini tark etganini aniqlab, shuncha kun qayerda yurganini so'raydi. Bola onasi bilan birga bunkerda bo'lganini va onasi bu haqida hukumatga xabar bergan deb o'ylaganini aytadi. Hozir esa tashqariga shubhali harakat sezgani uchun chiqqanini aytadi va havo hukumat shuncha yildan beri aytganidek yomon emas, aslida yaxshiligini qo'shib qo'yadi. Ayni vaqtda dunyo bo'ylab havo zaharlanganiga ishonib, bunkerlarda o'tirgan minglab odamlar dron bilan Darvinning suhbatini eshitib turishadi va ularga bu suhbat qiziq tuyuladi. Dron esa Darvinga boshqa bunday yolg'on chaqiruv qilmasligini tayinlab uchib ketadi. Bola yana bunker eshigi oldiga kelib, onasidan eshikni ochishni iltimos qiladi. Eshik ochiladi. Ichkariga kirgan bola esa onasini umr bo'yi kompyuter o'yin o'ynagani uchun deyarli aqldan ozib qolganini ko'radi. Darvin onasini o'zi bilan olib ketishni istaydi, lekin ayol monitordan uzoq ketolmaydigan bo'lib qolgandi. Bola onasini kompyuteri orqali dunyo hukumatidan yordam so'raydi va kutilmaganda dunyo hukumati ko'p yillardan buyon yo'q bo'lib ketgani ayon bo'ladi. U dunyo arxiviga kirib, o'zini bunkerdan chiqqandan boshlab mehribon oilani topgani, u yerda yashagani va onasini oldiga yetib kelganini videolarini topadi. Aniqlanishicha, sun'iy yo'ldosh va dronlar orqali ularni har qadami yozib borilgan, lekin ularni qidirib hech kim kelmagan. Demak, kelib hibsga oladigan hukumat odamlarining o'zi yo'q va hech kim odamlarni boshqarmayapti. Onasi biroz o'ziga kelganida Darvin u bilan xayrlashadi va jannatmakon joy topganini aytib, boshini silaydi. Ayol o'g'liga nisbatan biroz iliqlik his qiladi, lekin o'g'li ketishi bilan yana kompyuter o'yini o'ynashni boshlaydi, chunki u endi boshqacha yashashni bilmasdi. Aniqlanishicha, hukumat yo'q bo'lib ketganidan keyin minglab odamlar bunkerda qolib ketgan, chunki ular ham tashqariga chiqishga qo'rqishadi. Lekin ularni ko'plarining fikri o'zgardi, chunki ular Darvinni bunkerdan chiqib, ochiq havoda yashayotganini va shu paytgacha ularni hukumat emas, boshqa mashinalar boshqarayotganini bilib qolishdi. Darvin esa daryo sohiliga qaytib borib, u yerdan Darani topadi va unga hamma erkaklar ham tashlab ketmasligini aytadi. Dara juda xursand bo'ladi. Ayol 2 yoshni baxtli bo'lganini ko'rib, ulardan xursand bo'ladi. Darvin agar butun umr o'zini kichkinagina bunkerda o'tirib, tashqariga chiqmay umr o'tkazganida nima bo'lishini o'ylaydi. Agar u tashqariga chiqmaganida bunday ajoyib o'rmon, bunday ajoyib oila va o'zi sevib qolgan bo'lajak ayolini topmagan bo'lardi. Film juda ajoyib, ortiqcha narsalarsiz va qiziqarli qilib ishlangan. Fantastika janrida bo'lsa ham, real hayotimizdagi muammolarni ko'rsatadi. Bunda fantastika elementi faqatgina bunker xolos. U ham bo'lsa, shunchaki hozirgi qo'shtirnoq ichidagi zamonaviy odamlarni internetga va kompyuter o'yinlariga berilib, har kim o'zini kichik yopiq doirasi ichida qolib ketganiga ishora qiladi. Haqiqiy hayot esa yonimizdan, oilamizni, do'stlarimizni, biz internet orqali kuzatayotgan taniqli odamlarning hayoti ko'rinishida, lekin bizni ishtirokimizsiz o'tib ketyapti. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.